Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga Upwork degan bir ajoyib platforma haqida gapirib beraman. Birinchi navbatda Upwork saytiga kirib olsak, upwork.com. Bu joyda frilanserlar va ishi buyurtma qiluvchilar bir-birini topib birgalikda ishlashadi. Ya'ni mijozlar va frilanserlar, ya'ni dasturchilar deydigan bo'lsak. Hop, Upwork nima ekan degan savol. Upwork bu internetdagi bir katta bir bozor. Birinchi masalan saytini ko'rib chiqsak, masalan, nimalar imkoniyatlar borligi haqida saytida ma'lumotlar ketyapti. Top skilllar, trendda bo'lgan o'sha skilllar, USda bo'lgan eng ko'p skilllar va project kataloglar. Xo'p, bu yerda siz o'z ichingizni qiladigan odamni yollashingiz mumkin yoki o'zingizga bir qiziqarli bo'lgan bir loyihani topishingiz mumkin. Masalan, dizayn qilasizmi, dastur yozasizmi yoki masalan yozuvchi bo'lishingiz mumkin. Upworkda o'zingizga mos ishni topa olasiz. Agar siz biron ishni ishchi yollamoqchi bo'lsangiz, bu tomondan ham Upwork sizga o'z yordamini beradi. Ya'ni bu yerda o'zini ishini professionalini topa olasiz. Dunyoni istalgan nuqtasidan ularni yollab, mutaxassislarni yollashingiz va ishingizni yakunlashingiz mumkin bo'ladi. Masalan, frilanser bo'lsangiz, ishni boshlash juda ham oson. Avval o'zingiz haqida profil yaratasiz, ya'ni nima qila olishingiz, tajribangiz haqida yozasiz va oldingi qilgan ishlaringizni to'ldirasiz. Keyin esa o'zingizga yoqqan bir ishni tanlab, unga apply, ya'ni unga taklif jo'natasiz. Keyin o'zingizni o'sha tashlagan, o'sha apply qilgan ishingizdagi mijoz sizni agar yoqtirsa, sizni ishga oladi, ya'ni sizga ish taklif qiladi. Mijoz bo'lsangiz, ishni e'lon qilasiz. Masalan, menga veb-sayt kerak, menga React application, React CRM loyihasi kerak deb e'lon qilganingizdan so'ng frilanserlar sizga takliflar jo'natishadi. Siz eng yaxshisini tanlab ishni boshlaysiz. Hammasi Upwork orqali boshqariladi, bajariladi. Shuning uchun ham hammasi oson va ishonchli bo'ladi. Ishonch deganda asosan pul va mijoz va mijoz va frilanser o'rtasidagi muloqotga fokus qaratsak bo'ladi. Nega Upwork juda ham zo'r deb aytadigan bo'lsak, frilanserlar uchun bu juda dunyoni istalgan nuqtasida ishlashi mumkin bo'ladi. Uyda, kafeda, hatto sayohatda bo'lsa ham o'zini ishini yakunlasa, daromad qilsa bo'ladi. Mijozlar uchun esa Upworkni Upwork orqali dunyoni istalgan nuqtasidan o'z ishini mutaxassislarini, professionalini yollashi mumkin bo'ladi. Bu an'anaviy usullarga qaraganda juda ham tezroq va arzonroq bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Upwork haqida, Upwork har kim uchun o'zini imkoniyatlarini beradi. Juda ham ko'p imkoniyatlarga ega. Freelancer bo'lib yangi loyiha topmoqchimisiz yoki ishingiz uchun professionallarni yollamoqchimisiz, Upwork orqali hammasi shaffof va xavfsiz va oson bo'ladi. Hop, bu introduction videoda men nimani aytmoqchi edim? Upwork haqida sizlarga gapirib berdim. Upwork bu juda ham zo'r platforma ishni boshlash uchun yoki ishni bajartirish uchun. Hop, bu onboardingda biz nima haqida gaplashib o'tamiz? Akkaunt yaratamiz, akkauntni sozlaymiz, portfolyolarimizni joylaymiz, o'sha qilgan ishlarimiz haqida ma'lumotlar joylaymiz va qanaqadir o'zimizga bir yoqqan ish kategoriyasini tanlagan holatda unga apply qilamiz, taklif yozamiz. Agar mijozga yoqsa, bizni taklif qiladi va o'rtada muloqot bajariladi. Onboardingda mana shu narsalarni o'rganib, o'zimizni Upworkdagi daromadimizni topamiz, o'zimizni karyeramizni boshlaymiz.